Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi yerlerinde yaşayotgan muhterem vatandaşlar, aziz qarindoshlar, hammanglarga Allohning salami, rahmati bo'lsin. Hidayat ekraniga xush keldinglar. Aziz ko'rman do'stlar, Qur'on bizga bu yoqda nima deyotgandi? Qur'onda zaten bu yoqda qanday belgilanmalar, yo'l yo'riqlar bo'layotgandi deb samimiy es tuyg'ular bilan, qalbi bilan, tafakkur bilan diqqat qilayotgan qarindoshlarga xush bisharat bergich Qur'on bilan bugün taqdim qilmoqchi bo'lgan temamiz murosimlar va bayramlar bo'ldi. Programmamizni taqdim qo'yishingizni so'raymiz siz qarindoshlar. YouTube, Facebook va Twitter'larda tang naq maydon bo'layotadi. Savollaringlar aloqador, shu mazmunga, temaga aloqador savollaringlar bo'lsa, albatta qarshi olamiz. Programmamiz hozir boshlanadi. Assalomu alaykum, xush keldin. Aleykümselam. Amgayla. Men bu hayatı biraz aldırışılık kitap koyup çıkıp alışamaya kaldık. Muşu ertellikке yoki ögüllikке Ramazan boludu devatkan arpıda, yani Ramazan'ın arpısında bu murasimlar ve bayramlar hakkında to'xtalishim biraz adamga komik kelishi mumkin, yani biraz g'idiq bo'luvchi. Ama nimening din ishkanligini tushunmaganligimiz sabab tufaylidan nurg'un xafalıklarga duch kelganligimiz, aqida ixlosimizni o kadar ta'sirlangandek shaklda ifodalab kelib xatolik ustida davom qilayotganligimiz ishonchli ko'rganliklar. Shuning uchun yana gerçi g'alati tuyulsimi ve bugün bizga an'anaviy shaklda kelgan ota-bobomizdan meros qolgan Navruz bayrami munosabati bilan qarindoshlarga bu planlangan bu temani balırak sunishimiz lazımdı ama bugün to'g'ri kelib qoldi. Xayr, Allohdan xayrlik tilab turib so'zingizga berdik. Marhamat, bu vaqtda nima deb beraylar bizga ilohiy hikmatlardagi bu marosimlar va bayramlarga aloqador ma'lumotlardan savodlantirishlar mamnun bo'lamiz. Marhamat. Assalamu alaykum. Dünyanın qarşı yerlerde hörmətli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xeyirli olsun. Aslida ma Novruz bayramiga aloqador bir hafta burun shu nima bayram haqida to'xtalaylik degan maqsad bor edi, lekin buni to'g'ri kelmay qoldi. Endi umumiy bayram murosim haqasi o'zi faoliyat haqida biroqla to'xtalish niyeti kilovatımız Xudayim borsa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de bizde bayramla misal Yeni Yıl bayramı deyimiz, devlet bayramı deyimiz. Şunun o'xshash har xil bayramlarımız var. Mesela Novruz hazırda hem de Novruz bayramı şu bahar bayramı. Şunun o'xshash murasimlar, misal to'y murosimi deymiz, xatmi to'y deymiz, bo'shliq to'y deymiz deganga o'xshash ashunday nurg'unlagan faoliyatlarimiz var. Bu haqda Qur'oni Karim nima deydi? Shuni qandoq o'zi o'tkazishga bo'ladi bo'lmamdi? Agar o'tkazgan shartlari nima? Bu haqda to'xtalamiz. Qur'oni Karimda maxsus o'zi palani kunisi bayram qilinglar yoki murosim o'tkazsanglar bo'ldi degan qarta hech qanday yerda oyat yo'q. Faqatla shu Iso alayhissalom haqida masalan Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sur Maideniki Sur Maidening 114-oyati ekan. Şu ayetning o'zida
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Bu ayetniki mezmunu Allah Teala'nın bizge bir dastan düşürüp versen asmandan o bizniki ilgari keyinkilerimizdeki bir bayram günü bayram qasa yani şu dastan düşken günni biz bayram günü qilib belgilesek davamlı hatırlaydigan qarta deb İsa Aleyhisselam Allah Teala'ga munajat qilganligi haqidagi bir oyat endi bu. Siniki nihoyat yaxshi rizqi bergichi ekanligini ve siniki şu dastan düşürüş bizge bir delil ispat bo'lganlik qarta biz ashni hatırlash yüzünden ash kunning o'zini biz Hayit günü belgilep alsak degan shunday bir oyat var. Buniki mazmunu asasen insanlar yoki bir inson bo'lsin yoki bir oilaliklar bo'lsin yoki bo'lmaydi bir jamoat bo'lsin yoki bir davlatniki ya'ni bir davlatniki xalq bo'lsin o'ziga munosabatli bo'lgan bayram yoki murosimlarni qısa bo'ldiganliginiki bir ishorati bu oyat asosan. Yani davlat bayrami bir o'zi millat kurash qilish orqali nurg'unlagan jafo tatib, qon to'kib, o davlatni qurib chiqqandan keyin g'alaba qilgani qarta uning o'zini unida o'zi bayram murosimi o'tkazish bu bo'ladi degan gap. Yeni yıl, misal Noruz'un özü asıl bizde bahar bayramı deydi Uygurca'da. O Parisçe Noruz deydi genelde. Bahar bayramı okşaş bir hoşallık hem bir terilgi, yeğen teriydiğen bir özü vaqt kelganlik qarta bir hoşallık his qilib, urg'ib chachimiz, hem dehqonchilikni boshlaymiz degan qarta o'ziniki bir aldidagi bir yillik husulni yani o'zi bo'lusul elishga qarta bir qizg'inligini bir arzu umidlarini ifodalash uchun hamda bir bayram o'tkazish. Xuddi shunga o'xshash masalan to'y to'kun balla cho'ng oldi, balla cho'ng olgandan keyin uni to'yni qilishma ota-ona bo'lgan odamga bir xo'shallik hamda. Shuncha yil o'zi jafosini tortib qilgandan keyin bir xo'shallik bo'ldi. Ama xo'shallikning o'zini bir to'y qilib, bir to'y murosimi o'tkazib, jamoatni chaqirib qilish bo'ladi degan gap. Masalan, bir bola tug'ilsa, o bola tug'ilgan qarta uni arabchada aqiqa deb deydi ekan. Bizda bola tug'ilgandan keyin uni nima qiladigan gap endi. Ashning qumi o'zi to'y kichik bo'shuk to'y demdi qoni. Onu haqiqi deb keyin isloh qildik da, uningdan ilgari shu sunnat to'y dedi, bo'shuk to'y dedi. Men bal tug'ilgandan keyin buni bo'shuk to'y deydi, shundaymi? Bo'shuk to'y deydi. Bo'shuk to'y deymiz. Bola kichkina cho'ng'igan vaqtida o'g'il bo'lsa, uning o'zini xatmi qildigan gap, xatmi to'y deymiz misol. Ashunga ishlarning hammasi nima desa, ota-onaniki shu bir xo'shallik his qilgan bir davri, bir zamoni degan gap. Bu zamanni, bu xo'shallikni ifodalash uchun u yerda 6-5 odamni chaqirib, undan keyin uningga kichkina choy berib, va kaza qilib, mening bolam cho'ng oldi, buniki xatm to'yini qildim, yoki mening bolam tug'ildi deganga o'xshash, bal tug'ilgan qarta o'zi ota-ona odam shuni qo'shilib, xo'shallikni ifodalash uchun bo'shuk to'y qildigan gap endi. Bala cho'ng olgan uni to'yni qilgan vaqtda bala cho'ng olganligini mening bolam cho'ng oldi, o'landi deb jamoatni chaqirib to'y qilib to'yni qo'yib uyini tutib berdigan gap. Bu shuning hammasi bir xil xo'shallik, davlat bayrami ham bir g'albiniki oxirsini kelgan undaq o'zi bir bayram. Xuddi shuningga o'xshash Qurbon hayit, Ro'za hayitimi o'xshashlar bir bayram. Yani bu bayramda hech qanday Qur'oni Karimda Qurbon hayit bayrami, Ro'za hayit bayrami deb belgilangan hech qanday narsa yo'q. Hem u yerda hojilar shunday jafon tortib, u yerda haj qilib, qurbonlik qilib qilgandan keyin u hoji aslida bu Qurbon bayramining o'zini hojilar shu nimada qiladi asli? Haramda qiladi.
Hem o hacılık o hoşallığını ortaklaşış için kalan öz Müslümanlarımı özüneki taqattaginden nem kılıp şu bir günün özünü bayram kılıp aşağıda bir murasim ötküzdüğün gebemdi. Olmasa bununki Kur'an-ı Kerim'de bir kurban bayram ötküzüş doğruluk bütün Müslümanlar bayram ötküzüş doğruluk hiç kandak ayet yok. Buyruk mu yok? Roza etmiş şundak, roza etmiş kandak diye vaxtıda bir ay rozun tutumuz men aldığımızda tutumuz mu ögüllük mü? Tutqandan keyin bir ay hatırcam aş rozunun özünü qalbilik ahırlaştırıp alğandan keyin şu ahırlaştırıp alğanğa Allah Taalaga şükür qılıp bir gün ve kebbirhu tekbira degan özü ve kebbirullah tekbira mı ötkende okudık aş ayetni. Allah Taala tekbir etip Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd dep şu tekbir etip iki rekat namazını okup heytan mübarek olsun dep bir-birimizge yaxşı tilekler, yaxşı arzuların özüne tilişip bir-birimizniki şu hoşallığının özünü ortak paylaşıdığan gebemdi. Bunun hemmisi yani muşu Sör Nisan'daki 114. ayeti asasen ötküzüşkü boladı diyen gibi. Hem de bu ötközgen vaxtıda bunun şerti var mı diye vaxtıda elbette şerti var. Toy murasim her kandak bir murasimin ötküzüşkü boludu. Bu kandak vaxtıda ötközsek boludu. Bununki bir vaxtı, palan vaxtıda manıcı ayınınki manıcı günü ya saat manıcıda diye hiç kandak bir Kur'an-ı Kerim'de hiç kandak yer bir belgeleme yok. Yani bunun kandak vaxtı doğru gelse şu vaxtda ötküzüşkü boludu. Ama lekin bu yerdeki şart neyme diye vaxtıda yani çalgıda Kur'an-ı Kerim'de palan vaxtda ötküzüşkü bolup diyen özü belgeleme bombagan asasen kandak vaqt ötketsek o bulurdu ama bununki şart neyme degende şu Kur'an'da iki xil şartının özüne bu yer çıkım kıldıgan narsa qarta iki xil şartının özüne oturup koygan. Birisi haram narsalarni dasturxon qo'ygan vaqtda haram narsalarni ishlatmaslik. İkincisi israf qilmaslik. Yani o yerde bir murasimni ötküzüvatimiz, bir toyni ötküzüvatimiz, yoki davlat bayramini ötküzüvatimiz, yoki No'ruz bayramini ötküzüvatimiz, bahar bayramini. Yoki sunnet to'yi, yoki nimalqi, bo'sh to'y degan o'xshash bundaq ishlarni qilgan vaqtning o'zida normal, onun o'zini normal qilsak bo'ladi, ammo u yerda isrof qilib, pul molni chechib, zoyi qilib, Allohning oldida jinoyat nima qilsak bo'lmaydi. Bu birincisi. İkincisi, hem bundaq faaliyet olgan vaqtida millet o'ziniki naqshi muzikalarning o'zini çaladigan gap, u yerda gap bo'ladigan gap. Shu vaqtda qanday qildi degan vaqtida yana bir sharti u yerda urush talash birisi bilan g'iybat shikoyat Qur'oni Karim cheklagan bo'yicha. Ya'ni buning o'zini men tafsilmayda nima qilgan yani bunun özüne men tafsilmayda ovoz to'g'ri kelmayotgandi ya. Bo'ldi. Xo'sh. Masalan Sör Maidniki 41. ayeti böhtan çaplamaslık, Sör Nur'un 16. ayeti g'iybat qilmaslik, Sör Hujuratniki 12. ayeti aldamaslik, Sör Baqara'nın 9. ayeti başqalarını huzursuz qildigan ovozda söz hareketlerini söz qilmaslik, Sör Luqman'niki 19. ayetida birisiga bir odamning o'zini birisiga zulm paydo qiladigan darajadagi bundaq so'z harakatlarni qilmaslik. O'xshash shundaq o'zi Qur'oni Karimda nurg'ulg'an oyatlar bor. Buni hammasini hozir o'qisam yomon jiq oyatlar bu. Ham shu yerdagi o'z faoliyatni qilgan vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda bu butunlay yaxshi ishlarning o'zini, bolalarning o'zini masalan to'yni qilgan bo'lsak,
o ballar yaxshi o'yin tutib ketish to'g'riliq, ballarniki baxtli bo'lish to'g'riliq, arzu, tilaklarda bo'lish, yaxshi ballarni cho'ng qilish, yaxshi baljoqlik bo'lish to'g'riliq o'zi yaxshi arzu, armonlarimizni o'ttirib qo'yish bu normal, ya'ni o'zi bo'ldigan ish degan gap. Ammo uning sirtida u yerga kelgandan keyin g'iybat qilib, to'rt odam biya kelib, g'iybat qilib yoki bir-birini haqorat qilib, bunday qilishning o'zi bu halqi so'rinniki tartibiga butunlay xilof bo'ladi. Bu vaqtda bu jinoyat bo'ldi degan gap. Ammo shu naqshining o'zidimi g'iybatni o'z ichiga olgan, shahvoniylikni o'z ichiga olgan, zinoni o'z ichiga olgan, boshqalarni nimaga shahvoniy ishlarga targ'ib qiladigan, yomon ishlarga targ'ib qilgan shunday o'zi xarakterdagi naqshi olsa, bundaq naqshlarni aytish bu yerda butunlay o'zi jinoyat, o'zi yana gunoh hisoblanadi buning o'zi. Ig'ir jinoyat hisoblanadi. Qur'oni Karimda g'iybat qilmaslik, haqorat qilmaslik, bo'hton chaplamaslik, bu o'xshash bir-biriga zulm qilmaslik o'xshash shunday o'zi cheklimlar bor. Mush cheklimlarniki doirasi ichida, ya'ni mush cheklangan narsalarni qilmagan shart asosida o'tkazish bu o'zi to'g'ri bo'ladi degan gap. Bu nima faoliyatning o'zini. Endi u yerda muzikchi degan vaqtda ammo so'zniki bu nima va u naqshini bunday deyishimiz sababi nima degan vaqtda bu yuqorqi cheklimlarning hammasi so'zga qo'yilgan cheklimlar. Ham naqsha so'zning ichidagi qopiyalashtirilgan bir xil so'z, so'zning bir turi. Buni aytgan vaqtida. Unda bo'lgandan keyin bu so'zniki shu so'zniki doirasi ichidagi harom bo'ladigan so'zlarni qilish bu jinoyat hisoblanadi degan gap. Qur'oni Karim cheklangan so'z harakatlar, so'zlar misol shu naqshining ichida bo'lsa, bu vaqtda u naqshini aytib bu yerda qilish harom degan gap. Ham shundaq naqshlarga chelingan muzikalar ham harom bo'ladi. Mishqa degan vaqtda u muzika shu naqshga ergishib mangadi, naqshning notasidan chiqarilgan narsa. Bunda bo'lgandan keyin naqshining nima muzikanimi shundaq yaxshi aslan millatniki birligi ilm ma'rifat sohasida misoli bilim elish sohasi nimasi andakini axloq sohasida ota-onaga hurmat qilish, cho'nglarga hurmat qilish, vatanning ozodligi haqida degandek o'zi nurg'ulg'an shundaq o'zi esil naqshlarimiz bor bizniki. Mushundaq naqshlarning o'zini qo'yish, bunda bu o'zi hech qanday gunoh bo'lmaydi. Aksincha bu o'zi nihoyat yaxshi bir ish qilgan bo'ladi. Mana naqshaning o'zimi insonga ta'sir qiladigan bundaq narsa bo'lgandan keyin buniki insonga nasihat xarakterlik. Bundaq naqsh olsa, u vaqtda bundaq naqshlarni aytish va bundaq naqshlarga muzik chelish bu butunlay o'zi xato emas degan gap. To'g'ri, ya'ni buni aytgan vaqtda. Yo'lliq. Yo'lliq. Ya'ni bu haqda bir qism nima keltirishimiz mumkin. Misol Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Madinaga kelgan Payg'ambar alayhisalomdan burun ko'chib kelgan o'zi nimalar muhojirlar va u yerlik ansorlar birlashib Payg'ambar alayhisalomni kutib olish uchun shu nimaga shu Madinaga Makka tarafdagi nimasiga jilg'isiga chiqib shu yerda Payg'ambar alayhisalomni kutib olib chiqqanki. Chiqqan vaqtda dabni chelib Eşrakal bedru aleyna min seniyatil vedai vecebe şükru aleyna min liqaillahi da'i degan naqshlarni aytib ya Rasul salam aleyke ya Nebi salam aleyke degan shu naqshlarni aytib aşağıda dabni chelib shunday o'zi kutib olgan Payg'ambar alayhisalomni. Payg'ambar alayhisalom Makkadan shu Madina kelgichilik nihoyat ro'yi tushkun ham o'zini xalq aşağıda o'ltiryapmiz deb qilgandan keyin Payg'ambar alayhisalom shu Makkadan qochib shu Madinaga kelgan. Bundaq ro'yi tushkun kelgan bir vaqtning o'zida ularniki naqshlarni aytib shundaq o'zi yaxshi kutib olganligi Payg'ambar alayhisalomning ruhiy jihatdan bir o'zi ro'yi o'zi qilib qolgan shu vaqtda.
Peygamber Aleyhisselam bir hoşup kalgan. Demek ki insanda mındak bir yaxşı bir kütüp aldığan yemi bakir degan bolup da adam ro'y tushib turgan vaqtida bundaq bir yaxşı murasim bilen bolsa o adamniki ro'yi ko'tarilib qoldi herhalde. Peygamber Aleyhisselam şu vaqtida onu nemişqil dapçelip bu yer naqş etip mening o'zini kütüp alsizlar. Bu haram degan bundaq gaplarni qilmagan. Ama bu vaqtda ayrım bir team bulaş lazım da ama kirip kaldık. Hazır kadar o Peygamber Aleyhisselam'ın vaqtida o'sha faqat dap çağan, dumbaq çağan şekildeki ibareler var. Şundan başkası haram deydigan. Anda tushunishlarni anglagan. Hatta ba'zilar dediki muzika degan bir cisim, yat bir yana bir cisimga tegib chiqqan ovozning hammasi muzika bo'ladi, o'sha hammasi haram deganlarni anglaganda chekda oshirib. Ajoyib top. Ondan az maşinin sana bergen signali. Ona insan yasagan bolsun. Şamal ayrın cisim. Yopurmakka yak daraxtlar tekken çaqır çıqagan uçqıyqa isin nima şavqulluğa, ağızlığa. Muşumun mesela ayrım işki cisimden çıqqan avaz. Bu çok degan şekilde nazır bulup ketken ama kallasıga deslepten nemini quyu varsa insanlar şunun nemisini mangat eken. Hem bu yerdeki neyse qandaq degan vaqtida medeniyet, yani müzik medeniyeti deymiz. Bu medeniyet sohasiga munosabatli endi buchu. Eretindeki hozirgachilik shu dap chaldi. TikTok ash dapni chep ashunda qo'ng'in to'lg'ab ashunda usulga ashib ekan-ku. Shundaq o'zi nimani ashu dap chep o'zi qildim. O ashqaqniki depoaki. Hamda Uyg'urlarniki uning o'rniga depimi bor, dutta tamburlari bor. Nurg'ulg'an Uyg'urlar bu muzika asoblari sohasida nihoyatda boy hamda u. Undaq bo'lganda ekan bu yerdagi narsa nima desa dap chasa Peygamber Aleyhisselam tosmaganligi demakki muzika asboblarini chasa bo'ldiganliginiki alomati. Faqat uni yaxshi narsaga chasa bo'ldiganligini ko'rsatib degan gap. Yan bir yerde bir rivayet var. Şu nemildima Sahih Bukhari başka kitaplardan bu nima Peygamber Aleyhisselam bir yer kitapqa vaqtida bir neyning ovozini anglab qulg'ini yetib o'tdi degan bir gap. Uxlab qolibdi ekan deydi, uxlab qolibdi ekan. Uxlab ketdimi, shunday bir narsa bor. Bu nima degan vaqtida yomon bir mazmunga yoki chelingan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam qulg'ini yetib olgan yo uxlagan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin o yaxshi narsaga chelingan Madinada, yani Peygamber Aleyhisselamning oldiga chiqib ashraqal badru alayna min saniyatil vada degan naqshni aytgan vaqtda Peygamber Aleyhisselam uxlamagan. Yani chammanlarmi demagan. Nima uchun degan vaqtida bu yer yaxshi narsaga chelyapti o sahobalar. Unda Peygamber Aleyhisselam uni tosmagan. Keyin Ayşe Rezanova bilan başka bir konsertlarni ko'rib kelganlik to'g'risida hikoya rivoyatlar bor. Ular unutmaydi. Hazrat Ayşe'niki qishig'a shu Badr urushi bo'lib, Badr urushida bir 14-15 dak sahoba o'libdi ekan-ku, shu shahid bo'libdi-ku. Shu o'zi ota-onasi o'lib ketgan, shahid bo'lgan bir qancha qizlar kirib, shu Ayşe onamizning qishida naqsh etib ataynakum fahayyana va hayyakum degan o'zi naqshni aytdi. Bu Mishkatniki sharhisida bor bu. Aytgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam yana bir uyda yotgan vaqt ekan, shuni bilan ular naqshni aytib, ham naqshni qashar bir kupletning o'zini yezib qo'yibdi. Shuni bilan Peygamber Aleyhisselam ularga gap qilmaydi, Abu Bakr kirdi, u gap qilmaydi. Hazrat Umar kirgan vaqtida shuni bu Peygamber Aleyhisselam qishida o'zini naqsh etishlar deb shu dapchilib naqsh etganning o'zini to'sgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam qo'y ularniki otasi o'lib ketgan, ashlarniki hozisini tutib ular. Shularni seg'inib, ammo shuni nima chelyapti, naqsh etyapti deb ashunda degan bir rivoyat bor-ku. Bunu özellikle mayli nima bo'lishini qat'iy nazar bu yerdagi masala nima degan vaqtida kishilarni yomonlikqa targ'ib qiladigan
yaman söz hareketlerine targ'ib qiladigan, ish hareketlerine targ'ib qiladigan, shahvoniylik targ'ib qiladigan, vahshiylikka targ'ib qiladigan bundaq naqshilar bo'lib qolsa, u vaqtda u harom degan gap. Uningga musiqa asboblarini chelishning o'zi harom degan gap. Agar u naqsha yaxshi, nasihat xarakterlik, bizniki ne yaxshi naqshilarimiz var, mana shu Umarjon olimniki shundaq isl naqshilari var, Abdurahimniki misol, shundaq qilqi bilim ishqida degan bir kichik bola aytgan bir naqshlar var misol, shundaq fayz naqshlarda ota-onani hurmat qilish, ota-onaga yaxshilik qilish, cho'nglarga hurmat qilish, ittifoqlik degan o'xshash shundaq o'z pokizlik haqida nurg'unlagan naqshlarimiz var bizniki. Shundaq isl tabliğ o'xshash naqshlar bu. Qur'onniki tabliğ nimasiga to'g'ri keladi shundaq fayz naqshlarda bu. Yani ijtimoiy meselelerge nispeten tenkidi pozitsiya tutgan naqshlari jiq mesela Thomas Tuchel degan naqshlar var, shundaq fayzlar shu tanqid xarakterlik ku. Xurofot degan naqshlar var. Yani moşundaq öz naqshlarning o'zi nima desa, insonlarga nihoyat yaxshi ta'sir qiladigan, insonlarga bir narsani nasihat qiladigan naqshlar bu degan gap. Bundaq naqshlarni aytish bu hech qachon o'zi bir gunoh ish emas. Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga kelgan vaqtida, shu Masjid Nabaviyni sevatgan vaqtida, temini qo'pirayotgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom shu yerda bir she'r aytib qolganlik haqida shundaq bir rivoyatlar bor. Bunun o'zi nima desa, o she'r degan shu naqshning asosi. Bu notiq sebab shuna to'g'risilar naqsh bo'lgan narsa. Demakki bu nima degan vaqtida mushundaq murosimlarda, mushundaq bayramlarda u bayramniki qadr qimmati, u bayramga kelgan odamlarni xush qiladigan misol, u yerda vatan millatni eslatadigan undaq go'zal naqshlarimiz bo'lsa, uni aytsak hech qanday gunoh bo'lmaydi degan gap. Yani Qur'oni Karimniki cheklangan yeri bo'lmasa bo'ldi. Ya'ni o'zi g'iybat qilishga targ'ib qiladigan, bo'xton chaplashga targ'ib qiladigan, o'g'irlik qilishga targ'ib qiladigan, odam o'ldirishga targ'ib qiladigan o'xshash bundaq yomon ishlarga targ'ib qiladigan bundaq naqshlar bo'lsa, bu bo'lmaydi. Ammo yaxshi ishlarga targ'ib qiladigan naqshlar bo'lsa, buning o'zi bundaq murosimlarda, bundaq bayramlarda aytishga bo'ladi degan gap. Yani hazır mahiyet karakterde birbirine asasen o'xshab ketadigan faqatla mazmun asas qilingan hukm chiqadi o'tirgan. Eng beshitimi Novruz'ni o'tkazadigan narsami, o'tkazmaydigan yoki demoqchi bo'lamiz, Novruz bo'landi bo'lmamdi deb masalan alayda kayıp nurg'un dalil isbotlar bilan bunun kelib chiqish manbasini boshqa diniy tushunchalarga yoki diniy e'tiqodlarga bog'lab kelib bu bir xil diniy bayram degan shaklda izohatlar bilan uni haromga chiqargan bayonlarni yoki hukmlarni ko'rib keldik hozirga qadar. Bir qismlari ovozini chiqaramasmi, yo'q qaysi bo'ldi degan, hatto qancha qatnashgan. Masalan, Muhammad Sadiq Davallama o'z vaqtida vatanda o'tkazilgan Navro'z bayramlarida qatnashgan ekan, videolarni ko'ryapti. Bunda avvalini ko'rdik emas, bir ishkadandan unda so'rovlarga qatnashib qilish bilan buni aloqa qilinmaydi deganda shakllardan tushuntirib keladi ekan. Lekin abayatning yaxshiligini ta'kidlayotgan gaplarda buning bo'lish bo'lmasligi, insonlarning bir yerga to'plashgandan keyin odam to'pining taqozo qiladigan bir xushallik bo'ladi-da. Shu xushallik ifodalaydigan turli usul choralar bo'ladi. Buni hamda madaniyat san'at nimasiga kelgan chog'da, masalan san'at darsiga kelgan chog'da normal gapni qo'shaq shaklda to'qigan vaqtida normal gapdan jonliroq, hayajonliroq, insonni ham jalb qiladigan, ham meg'izlab chiqadanda. Hamda shu qo'shaqni ahanga silib Abduqim Eminga o'xshayib biz deklamatsiya qilib bersa, ham nochol tetidi odamga. Ya uni bir ahanga soladi, silib, toza obdan o'qib birlabani nashr qildi degan bo'lsa, u taxmo ahanga silib o'qib bersa, taxmo kerak odam tepidi ekan. To'xtabdi, buningga ham yana bir musiqa uni bilan qo'shib
Orlap aqalı deb müzik koşsa ve hatta o bir işgal emez bir qancha müziklarni hatta simfoniya şekilde etkense o her bir tarihinin aralarından çıkıvatkan kuyudan mezmun ifadelayatkan söz bir-birisiyle girişip adamga başka bir tuyg'u unutulmaz bir narsa berdi de. Doğru. Ba'zan romanlarni necha qatam o'qiymiz esimizda qolmaydi, ammo kichik vaqtimizda anlagan naqshlar hozirmi quloqlarimizda bor. Masalan, ashunga o'xshash endi. Ham bu yoq xulosalab aytsak, bayat nasl da'vatgan butun jarayonda buni qilaymi, qilmaymi degan mazmun emas ekan bu hozir, shunaqmi? Ya'ni cheklangan bir narsa emas ekan. Ruxsat o'zimizga ruxsat qilib qo'yib berilgan doiralardagi ishlar. Buning faqat ichidagi mazmun bilan bir siziqni sizibdi. Shunday deb tushunsak bo'ladimi? Evet, bo'ldi. Bu insonlarniki bir yerga yig'ilishi, palani soatda, pustani kuni, palani ish uchun, ya'ni Yangi yil bayrami deymiz, yoki bahor bayrami deymiz, bundaq bayramlar uchun degan mazmunda bundaq nom atoq bilan yig'ilishi bu bir masala. Bu inson deganni ba'zi vaqtlarda yolg'iz bir ishni qiladi, ba'zi vaqt oilasi bilan qiladi, ba'zi vaqt jamoat bilan qiladi. Buni Alloh taolo biladi. Bilganligi uchun u shu jarayonning o'zida shundaq bir faoliyat endi jamoat bilan qiladigan yoki shaxsiy yoki har qanday bir vaqtning o'zida bir odam bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uning nemini Alloh taolo buyurdi desa, u yerga berish, u to'planish, bu ayrim u hech qanday uniki nemisi yo'q. Toplangandan keyin biz nima ish qilamiz? Masala mana bu. Alloh taolo bizniki ishimiz qarta u yerda jazo ya mukofot berdi. Masalan biz haramni ichiga verib, masalan 4 odam haramga bordik, haj qilib deyli. Haj qilib verib haramning meyishining ichida o'tirib g'iybat qilsak, gunoh bo'laverdi. U haramni ichiga kirib olganlik uchun g'iybat qilganligimiz savob qilmaydi bizniki-ku. Bir chirkovning ichiga kirib o'tirib, u yerda biz Xudoning so'zini qilsak savob bo'laverdi. Qanday narsa bu? Bu bizniki bu yerdagi ish nima degan vaqtda bizniki qanday u qayerda yig'ilish, qaysi vaqtda yig'ilish masalasi emas. U yig'ilgan vaqtida nima ish qilish masalasi. Tushundingmi? U yer yig'ilgandan keyin biz yaxshi ish qilamdik yoki yomon ish qilamdik. Buningga baho berildi. O palar vaqtida masalan Yangi yil vaqtida yig'ilibdi, u gunoh bo'ladi. Unda gap yo'q. Yoki bo'lmaydi, bahor bayramida yig'ilibdi, bahor bayrami degan bizda yo'q, unda gap yo'q. Bahor bayrami degan butun o'z O'rta Osiyodagi butun millat o'tkazadi, faqat Eronlikning ishi emas u. Hamma odam o'tkazgan narsa. Ham bu yerda o'tkazish masalasi bir masala va to'planish masalasi-ku. Bu yerda qilgan ish ayrim bir masala. Bu yerda sen yaxshi ish qilyapsan yoki yomon ish qilyapsan. Undaqda Müslüman deb da'vo qilishlarga deb alohida ogohlantirish berilgan, ya'ni zil deb qaralgan, mo'yin deb qaralgan mazmunning birisi bor. U Osmon boshqalarga o'xshab qolmasa alohida ogohlantirganligini dalil isbot qildi-da. Undaqda o'xshash bir bayramni, o'xshash bir murosimni, o'xshash bir faoliyatni deydi. U ayanda qildi, biz bayanda qildik, ammo ichidagi mazmunni tegishtirib versak, uçağı şimdi mezmun hükümlüğünde uçağda? Elbette. Başkalarına okşamaydıgan kılma diyen adam, başkalar mesela, başka dindekiler, arak içip, haram neslerini yiyip, o yer tansı, diskotekalını oynayıp, şunlar mı ya ki? Kıgan bolsa, biz o yerde Müslüman buluş sütümüz ölen, Müslüman'a layık halette ötketsek, o buluver diyen gibi. Yani, Kur'an-ı Kerim'de gösterken, özü şartlar boysunluğun asas kılsak, o bizim karşımız o yerde sevap болады adette. Ay gününe, okşaş gününe yoki ismini okşaş bir narsaga atab qolishmi, uning ichiga darsi kirmanda. To'g'ri. Kirmaydi, hech qanday uniki nima farqi bor? U degan bir vaqt faqatla. Masalan, namozni biz yakshanba o'qiymiz-ku. Uni bayrami yo'q. Nima o'sha Yahud Nasaralar masalan yakshanba kunsi Çirkov tapnaqda ibadet qiladi-ku. Shu kunlarga to'g'ri keladi-ku shu. Eng abdisi. Ba'zi vaqtda
iş vaqtida, mesela biz bu nima ishlaydigan gap, bolalarniki xatmi to'y deymiz, yoki mayda bola cho'ng'igandan keyin to'yini qilamiz deymiz. Uning o'zini shanbaga, yakshanba kuniga, masalan, jiq odamlar ishlamaydi shu kunlarda kela oladi deb, ash kunga o'rinlashtiramiz odatda. Odatda biz maktab echatimiz mayda, maktabning o'zini yakshanba kuniga o'rinlashtirdik. Yakshanba kunisi ma nimalar o'zi xristianlar nima qiladi-ku? Cherkovga bordi-ku. Ular cherkovga bordiga biz moya kelsak, ashunga o'xshash kuniga to'g'ri kelib qoldik deb buni qilmadik hamda. U yerda kuniga to'g'ri kelib qolish emas. Sen u yerda nima ish qilsa, masala bu. O seni qilgan ishingga nima qilgan ishing hisob tortildi degan gap. U bo'lmasa borgan kunisi hisob tortilgan bo'lsa, ular qilmaydigan kunsa, dushanba, seshanba kunlarda besiz qilsa, harqachi vasma o kunsa shu vaqtda savob bo'laveramdi. Masalan, mashhur faaliyetlerden bilsek, tug'ilgan kuni o'tkazishda. Tug'ilgan kunni ata-onalarımızga qarshi yurib o'z vaqtida bolalikda maktab zamonlarimizda qilib ekanmiz. Keyin cho'ng'ilab aqlimiz beshimiz kelganda yo'g'a ikki bayramdan boshqa bayram yo'q degan tushunchalar anadan keyin qilmas bo'lib ketdik deydi. Bugungi kunda bolalarimiz hamda o'zimiz turayotgan mamlakatlarninki o'xshamagan nuqtalarda o'qiydi. Savodoshlarininki faoliyatlari bo'ladi. Bo'lmamdi desa, olmaydi biz musulmon desak, ma'qul deydi misolan bular. Ammo bolaning ko'nglida bir xil yerimliq, har xil narsalar kirdigan iddisiga. Uni endi boshqa bir shaklda hal qilib deb, masalan, kunini atlab o'tib ketish, kuni o'xshab qolmasin uchun shu. Masalan, andan keyin to'rt biznes kerak, mana shakl, uslub biznes kerak, uning emas, boshqa qiladigan shaklda isloh qilib, bolaning ko'nglini ayab ve tirişallah köz tatlıdır şu hozir tonish bilish do'st yaranlarning orasida bu bir masala hamda hech kim gap qilmay qilgan bilan ammo qilinyapti bu ishlar. Qilmay desak bolamizning ma'naviyatidagi bir bo'shliq o'tirib chiqib, odam meni yaxshi ko'rmaydi, o'xshaydi, onam meni yaxshi ko'rmaydi, o'xshaydi degan shaklda har kuni qilayotgani ko'zga ko'rinmay, bir kun qilmagani hayotidan chiqmaydigan ish emas, kichik qilgandan. Shu shunday shaklda hal qilayotgan demak, musulmon bo'lishimiz bilan aşı xil icraat qilishning o zaman nimasi yo'qkanda, xatari yo'qkin yani. Xatari yo'q. Bu yerdagi narsa nima desam, bu chet elchilikda vatanda bo'lsak, bolalar boshqa millat bo'lib ketamdi deb ansirmaymiz misolda. Endi mana bu chet elchilikning o'zida bolalarimiz bolalarni garniga ota-ona garniga yomon jiq vazifa bor-ku, bolalarni Uyg'ur qilib cho'ng qilish kerak, musulmon qilib cho'ng qilish kerak degandek nurg'unlagan garnimiz jiq. Bunda bo'lgandan keyin bolaga amalning bericha, shu milliy usuldachu bizning Uyg'urligini his qildigan bunday bir shaklda qilish bu nihoyat yaxshi ish. Biz mana bolaga odatda shunday bir kun bo'lib qolsa, bola o'zining do'ppillarini, o'zining atlas ko'ynaklarini kiyib, opsini tortib, hammasi shunday narsalarni kiyib, shu o'ltirdi hamda. Özümüzün bir Uygur ekanligi, Uygur ailesi ekanligimizni nima qilib, u yerda keyin chiroyli hamda bir yosh atılgandan keyin siz hamda tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hamda biz manda deb balki o'zini kichkina hayajonga soladigan, yaxshi kelar yilgachilik oraliqda qanchalik o'z yaxshi ishlarni qilish to'g'riliq nasihat qilamiz o'ylachu vallaga. Tortni yeb o'ltirmaydigan gap u yerda. U bir fursat, har shunday bir ishning o'zida bir shu vaqtning o'zi bir fursat. Shu fursatda bolaning ko'nglidan chiqmaydigan chiroyli bir gapni qilib, bolaga o'rgatsak, bu bola shu yerda esida qolib qolgan gap, balki o'ziniki hayajonni besa olmayotgan bir vaqtning o'zida. Shunga o'tkazishning o'zi yo'li bor, hamda uyga hamma narsani akib qo'yib, bu yerda ichib bolaning oldida o'zi rasvoy azim bo'lib, u bolaga eski ishini o'rgatib o'ltirsa, u qamlashmaydi. Bu yerda o'zimizniki chiroyli adab axloqlarni, o'zimizniki dinni masalan, shunday vaqtning o'zida Iso alayhissalomning bir so'zlari bor. Salamun nimalqi, meni tug'ilgan kunimga, o'ldigan kunimga va tirildigan kunimga muborak bo'lsin degan o'zi so'z bor-ku.
bu nima degan vaqtida o bir xato ish emasligini ko'rsatdi. Lekin bu yerdagi narsa nima desa, bu bolaga yaxshi nasihatlarni qilish. Misol. Yaxshi nasihatlarni qilish. Shu o tug'ilgan kunni xotirlash u bir yomon bir ish emas. Va lekin tug'ilgan kuni qarta bolaga bo'ldi bolalar, bu tug'ilgan kunimiz bo'pti, yiliq bir qatim keldik-a. O'tirib, men yaqinicha sil qizilni changlar deb o'ltirsa, u qamlashmaydi. Onun üstüge o apsın sörüve çıkmaydı, balını aldı, tansı oynayıp, undaq qilishning o'zi bu qamlashmaydigan ish. Yani işçideki mezmununu çoğun farklandırışımız gerek. He, mezmunni bir çoğun şartı bu hesapta. He, aşağıda bir faaliyet qilamiz, faaliyet yaxshi ish tarafga qartib menish kerak. Yig'ib aytqancha bir yerde bir narsa isimden keçip o'tdi bu, yani mahiyet cihati o'xshaydigan. Peygamber Aleyhisselam davetning dastlabki zamonlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshlarning karvonlari o'tadigan yo'llarni izlaydi. Bozorlar bo'ladigan, odamlar to'plashadigan yerlarga boradi, masalan, da'vat qilish uchun deb. Anlaydik-a? Va ba'zi shunday so'raydik-da, undaqda u zamonlarda shirat o hamma narsa ochiq-oshkora bo'lib, masalan, aroq sharab ichadigan sorun, siz unda ichmaydigan sorun yo'q. O zaman şunda sorulduğun bağın mı kıymeti degan sorularni so'raydi. Ama cevap bergan olmaydi bizning shu zamonlarda bunlar. Hamda hech qanday ish qilmaydigan, ayda qalaymagan gap qilmaydigan, aroq ichmaydigan, ashunda sorunga bormaydi, shu o'z yolg'iz o'tirish kerak o'yda. Boshqa bir hech qanday chora yo'q. Ham boshqa odamga haqini to'ntma desa, ashunda berib qolgan gap ba'zi vaqtda yerimizda o'tirib o'zi ba'zi adam ses qurab o'tirgan ishlar biz qishimiz ishimizmi-ku hozirgi vaqtda. Ba'zi vaqtda ba'zilar chekib taloq chekib tamog'ini chekib kirdi, u ses qurab o'tirgan gap. Ham onun o'zida sen nima buning o'zini nima qilasan sen? Ko'k deb uningga haqoratlarni qilsak, u odam ikkinchi biz qishimiz kelmaydi. Uningga biz haqni anglitishimiz kerak-ku. Haqni anglitish uchun u qishimiz kelgan vaqtda uni qochirayotganligini ikkinchi qatim uningga yetishamaymiz biz. Misol bu şu Londonda bo'lgan ish. Londonda mana shunday cho'paylar qilib, namoz o'qimaydigan ayndaq odamlar kelib qolsa, mayda yomon bekar taqvolikni tashabbus qilgan bir odamlar ashini oldigandan gap qilib, ikkinchi ma Uyg'urlik aralashmasib qolgan odamlar bor-ku. Bu bundaq emas. Bu nima millatni o'ziniki yendan qochirib o'tish emas, bu yerlik narsa. Sen uniki Qur'onda bir oyat bor. Yaxshilikni, yomonlikni o'rniga qo'yish haqida-chi. Bu nima degan gap desa, bir odam masalan yomon ishni, masalan, men yomon ishni qilayotgan bo'lsam, meni yana bir og'inamning o'zi vaqtimni yaxshi qilishga, men ishni qilayotgan adashkilar ama mishlik temining o'zini kichkina sirlarga sirlab o'taylik. Yoki ayni qanday qiladi? Bir yaxshining o'ziga masalan, meni apasa yomon ish qilgan vaqt ketdi-da, o'zi yaxshilik qilayotganligini shu vaqtni o'rniga. Shunday qilish orqali insonlarni yaxshilikka o'rgatish. Bu yergi narsa bu. Bu bir odam bir qatimdan Xudo bor, ber, u degan ondaydi, mandaydi deb qo'ysa, odam shapitlar, manda deb Xudo deblar, yaxshi odam ketmaydi. Uni kallasini o'tkazib, uni yaxshi chiroyli nasihat qilgan vaqtida, nasihatni oq-oqidan qilavergan vaqtida odamning kallasini o'tib, uni degan o'zi odam yaxshi odam bo'lishga mangdigan gap. Bir qatim gap qo'ysa ham ish bitmaydi. Qildigan yerimiz bizning har qanday fursatni haqni yetkazishni, yaxshilikka joriy qildirishning fursatiga aylantirish. G'animat bilishkanda hozir. Albatta. Masalan, shu jamoat to'plashgan yerga, aşağıda müzik çaldık-a, aşağıda dans oynaydık-a, diskoteka oynaydık-a deb bormasa, o ish texmbek evjaldigan gap. Bu yerga ashundaq o'zi ayndaq ahli ilm bo'lgan odamni berib, uni borgandan keyin odamni bir tarafdan tortilib turdi, ikkinchi bir tarafdan ashyaning o'zida men bir ishga qizga qilay deb jamoat qabul qila oladi shart bilan yana. Bu yer sen kafir bo'lsan, sen munofiq bo'lsan, sen degan hayvon, ko'k deb og'zini oqmagan poq yiqib turib, u ham tillasa, hammasi ikkinchi odam chaqamaydi. Onun uchun u yer chiroyli toza shunday gapni qilib, odamni ko'tara oladi bir holatda.
o ma'niyda shunday bir gap bor, muqtizai holga mutobiq gap qilish degancha. Bu nima desa, shu yerdagi jamoatning ahvoli ko'tarolgudek shaklda bir gapni qilsa, o jamoat ko'tara oladi. O yaxshi bir gapni qilayotgandan keyin o jamoatmi yaxshi yo'li yomonni farq etadi. Bir 3-4 odam sal madem mayki mandara gap ketdi degan bilan bu yaxshi gapni hamma odam qabul qila oladigan bo'lgandan keyin nurg'un odamlar uni qabul qiladi. Qabul qilish orqali ikkinchi qatam, uchinchi qatam yo 5-10 qatamning o'zida o yomon ish ozayib, yaxshi ish uning o'rniga dastaydigan gap. Misol, shahvoniy naqshini qo'yayotgan bo'lsa, uni shahvoniy naqshini o'rniga yaxshi naqshini qo'yadigan ishga almashtirib bo'ladi misolda. Shuning uchun bir jamoat to'plashgan yerning o'zini yo'q qilib etish emas, yoki jamoat to'planmaydigan holatni qilib etish bu xatarlik bir ahvol bucha. Jamoatning to'planishiga fursat berish kerak, lekin shu fursatni o'zi bilish kerak odam. Shu jamoat to'plandi bugun, men chiroyli kiyinib boray u yerga, berib o'shaning o'zi 4 og'iz gap qilay. Balki meni gapimdan hech bo'lmasa 100 og'iz gapni qabul qilgan bir odam chiqib qolish mumkin degan umidlar aşağı bazı cho'qib chiqadi undaq odamlarcha. Tabliq degan mushtaq bo'lgan narsa. Os payg'ambar alayhisolamning bo'yniga nima to'g'riki uchi qo'saqdan otib qo'ygan makkaliklar o'z vaqtida. Payg'ambarlar tabliqni qilib 300 odamni musulmon qilib, Madinaga ko'rib keyin Makkani ishg'ol qilgandan keyin qolgan odamlar musulmon bo'lib, bu hokazo bo'lgan 23 yil ketgan shu ishning o'ziga. Demakki nima desa, har ishqa vaqt ketadi. Musulmonlarchilik asra degan gap mush. Bu qilmaysa, etmaysa, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi degan shaklda qilgan vaqtimizda u odam bizning yonimizda uni qilolmaydi. Qilmagandan keyin bundan keyin kelmaydigan bo'ladi-da. Hadisning gapi mana nima qilyapmiz endi? Kelmaydigan bo'ladi. Bu reallik ham shunda bo'ladi zaten. Odamni qanday qilsak kelar deydigan g'am qoladi endi. İzdenip kelib aniq qilmasak, buni yo'l qo'ysak bo'ldi, aniq qilsak bo'ldi desa, bu Qur'on va hadisda yo'qdi, Qur'onda yo'qdi degan bu şekilde dini hukm bilan javob berdi. Shuna javob berib keldi. Ama insanlar bilan to'plashgandan keyin hayajonli bir vaqtlarni, unutulg'isiz bir eslab o'tadigan chog'larning bo'lishini, faoliyatlarning bo'lishini istaydi ekan. Hayotning ma'nosi shunda deb. Bunda çağda hem de sen maaşını bu bulmaydı, o bulmaydı, fakatlamış ki bayram var, diğer vaktin özde başka çağlardaki fırsatlarda başka adamlar başka bayramını izleyip kitip kalığa var çıkıdı hem de. Onun onlara Mekke, bayram için kesam ki, bayram için kesam ki deyip gelip, onun işçinin biz ganimet şekildeki hikmetlerden tolduğu vaktimizde belki yılların ötüşüyle, Vaktin ötüşüden yüzdekiden işçinin ıslah bulup geçiş ihtimallığı bağ olmalı. Elbette. Küçük vaktimizde şunda bir nasihat kıladığın tabi, çoğunlarımızda bulduğun tabi. Adam degen yaxşı adam bilen oynaydı balam. Sen falanla oynama deb nasihat kılsa, balama ben yaxşı mı dese, yani senin gepin boyunca ben yaxşı olsam o zaman o men bilen oynasın demse. Diyen bir diyalog esinizden çıkmaydı. Bir yerde dadının çekliğine anımla sen oynama diyeniydi. Ama onunla sen oynama. Adam diye yaxşıdan bilen oynaydı diyen sözde. Ondan sonra o men bilen oynasın diyen gibi bilen bir yerde bir fark var ki eski yaxşının keşi kilip oynaş olurdu çağlar. Doğru. Ama yaxşı eskinin kışı görüp oynaşamaz. Yani eskiga ergişemez, yaxşıga ergeçtiriş. Bu şekilde bo'lganligi uchun ikkisi gerçi bir yerde oynayotgan bo'lsa-mu, o men bilan oynasın degan javobim bergan edi-da. Bu yerdan qaragan chog'da shu eski odamlar shu yaxshi odam yo'q yerda qilgan eskilikni bayada qilinmaydigan gap edi. Doğru. Bu bir reallik nimamda aqli xulosa. Bu yerda bir şeyden bir katım sordum. Bu mesela Novruz olsun, Toğlan gün bayramı olsun. Yani insanlara bir madde iş kılsak diyen şekilde bir istediğim faaliyetlerinin arkanlığına onu kılış kılmazlık meselesi mevcut demez yani. Yani çeklengen demez.
O çeklengen emas. Qilish qilmaslik, qas kun qilish bunday masala yo'q. Qandaq U yerda nima ish qilish? O'tkazish. U yerda nima ish qilish masalasi. Masalan, u yerda yaxshi ish bilan o ishni tamomlasa, o ish yaxshi bo'laveradi. O shanba kuni qilsin, yakshanba kuni qilsin, yo yangi yil bayrami vaqtida qilsin. O hech qanday problem emas. U yer yaxshi bir faoliyat o'tkazsa, demakki u yaxshi ish degan gap. Bu cuma kuni olsa maylan, masalan, cuma kuni deb nima qilamiz-ku? Cuma kuni kechasi bo'lsa-mu, garchi o cuma kuni kechasi haraqni ichsang, o'xshashlar o'zi gunoh bo'laverdi. Shanba kunsi va andaq ma xristianlar, yahudlar andaq qildi-ku degan shu kunsi yaxshilik qilsang, ya'ni yaxshi bo'laverdi. Demak, bu yerga masala nima degan vaqtda xos kuni, qayaga yig'ilish masalasi hech qanday o'zi ahamiyatli emas. Yig'ilgandan keyin nima ish qilish masalasi bor bu yerda. Bu mushu dars, hozir mushu da'vatgan dal mushu masala. Bizning o'qishimizdan tortib, amaliy şirketlerimiz, ticaretlerimiz, bütün malumatlarımızda, muamelatlarımızdan hemimizde okşamagan şekilde ifadelendik. Asli maksatını taşlap koyup şirket islediş. Mesela nemini okuş mühim emas, nerede kimde okuş mühimken. Şu bizde şu öcep ketken qo'y, shuning uchun ma'lum o'tgan degan gap shu. Masalan, Arab mamlakatlarga borib o'qiganlar arabchilikni tashabbus qildi. Turkiyada o'qiganlar turkchilikni tashabbus qildi. Bunda bo'lmaslik kerak aslida. O bir yer berib o'qish emas, u yer berib sening nima o'qib millatga foyda yetkazishing. Masala bu. Masalan, o Amerikada o'qisin, Yaponiyada o'qisin yoki Yevropada o'qisin, nerede o'qisin, lekin yaxshi bir narsani o'qib millatga foyda yetkazish maqsad qilindi. Asli maqsad bu. Ammo paloniyat o'qish emas, u yerdagi masala, u yerga berib nima o'qib millatga foyda yetkazish. Xuddi shunga o'xshash, hozir bu masala degan vaqtda bu bayram masalalari, murosim masalalari sen nega yig'ilishing? Mayli chirkovga yig'il, yoki tapinoqqa yig'il, yoki jamiga yig'il. U yig'ilgan yering hech qanday, uniki hech qanday nimasi yo'q. Ama sen şu yerga yig'ilgandan keyin nima ish qilasan? Masala bu. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi desa, insondagi nega berishini surishtirgan yeri yo'q Qur'oni Karimda. Nima ish qilishini surishtirdi Alloh taolo. Bu inson nima ish qildi, shuni o'zi surishtirdi. Sen u yerda yaxshi ish qildingmi, yomon ish qildingmi? Alloh taolo buning uchun o'zi mukofot yoki jazo berdi degan. Şoň bu halky nemede hem de hazır ma Avrupa kelgende keyin bizniki Uygurlar aytalky bäze sel hayajan bir millet bolganda eken. Ama şundaq Noroz wakaza bolsa, nurgun adamlar çıkıp oturda tansa oynaydigan, diskotek oynaydigan aşındaq işlamy näte öwjep ketipdi bu nemenin özde. Bu endi toğry bolmaydy bu näse. Özümizden şunda güzel usullarımız var. Misalda oynusun. Ama bu usul oynagan wagtynyň özüdemi Qur'oni Kerim'deki ayetlerine asasen yaman niyette qarmaslık. Erler ayallı olsun, her adam özüge nem buluş. Ezi buluş. Yani özünü kontrol kılsa, her adam özünü kontrol kılış. Bu yerde bu yeni yıl bayramı vakaza, bu bayram bolgandayken ayollar, qizlar har xil shaklda kiyinib keladi emasmi u yerga? Kiyinib kelgandan keyin sen u yerga bir inson bo'lish bilan qarashing kerak, ammo uningga yomon niyatda so'z harakatlarni qilish bu o'zi qarshi elinmaydi bundaq yerda. Bu bir jinoyat hisoblanadi. Şu Qur'oni Karimda erlar o'ziniki ayollarga qarg'a vaqtda o'zini nima ko'zini nima qilsin deydi halqi. Jumsun degandan o'zi ko'zni kontrol qilsin. Ya'ni har odam o'zini ko'zni kontrol qilib u yerda boshqalar yomon niyat qarashdan nima qilsin degan gap. O'zini tassin degan gap mana shu vaqtida. Ayollarmi erlarga yomon niyatni qarashdan o'zini tassin degan gap. Mushundaq shart asida, misol, faoliyatni qilsa bo'laverdi. U yerda urug' tuqqandek bir millat unda sifat bilan faoliyat o'tkazsak bo'laverdi degan gap. Ama o bundaq yerda hozir usul oynaldı, usul oynalgan vaqtda amalning beriçe erli ayrım, ayolli ayrım, bir sorun bolsa-mu, sel ayrım yerda oynagan bu yaxshi.
Eğer ayol bir yerge yığılıp ölüp, ondaki özü birisi kaş gözlerini oynatıp, bunda usul oynaş, bu özü günah oldu. Undaqda usul oynaş hata emas. Usul oynaş hata emas. O bizlik ecdatlarımız mı? Müslüman bulup ötken, 1000 yıldan birisi. O halkı sizler kögem bilmeyim o nemede kızıl mingöy degan bir taqıqqa uyuvatkan bir mingöy waçı. Ben u yerge barmagan ama resimlerden, nimelerden körüp keldik anda adamça. He. Moşo nemede kuchada 80 öy degan öyler var, men baga u yerge. Şu tam resimning özünde İslamlıkni qabul qilishdan burun ayollar şu köynekli nima hozirgi Yevropalikni xotinlari kiygandek anda köynek kiydigan yog'liqmi yo'q-ku endi. Anda şu anda maydasini cho'ng echib qo'ydigan ashundaq o'zi uchiq anda köynekni kiydigan anda rasmli bor ashada. Keyin Xitoy uni o'zgartib boshqa qilib qo'yganmi bilmaymiz, lekin ashundaq bor. Hem İslamiyet'in burun hem ona çeklenmeydi de. Çeklenmeyenden keyin ma İranlıqning ma men ko'rmay sayohatchilar nima sayohat xotirasini YouTube qo'yib qo'ydiki, ashundan ko'rmay men. Yo'qsa İranlıqning ma İslamiyet'in burunqi tam rasmlariniki nimalarini chiqarib qo'yibdi, qarasam bizniki vatandagi shu masalan 3-4 asrda uyulgan 6 asr nimalar o'zi oxirisi shu Qarqallar davriga yaqin bir zamonga to'g'ri keldik. Aşında 7-8 asrgachilik uyulgan tam rasmlik nima o'ylikka ular. Men baga o'yldi, misal şu o'yning o'rtasida bitta but oldigan ekan, u butniki oqisti 1 metrdek yava, butnimda chugulaydigan ishkema tavab qildigan ishkanda. Aşındaq nima ekan, shuni aqllarda rasm bor. Aş rasmdaning o'zida ashunga o'xshash har xil shakldagi rasmlar bor, ayollarniki, podshohniki, baylarniki har xil şekilde bizning ajdodlarimiz islomni qabul qilgandan keyin aş köyneklarniki yoqasini kichikiltib ayollarnikichu beshiga yog'ini chegdirib men o'zi musulmon degan mandaq bo'ldi deb ashuni qilg'izganda demak elqi biz odatda uyg'urlarning kiyimining ichida shu meniki opam shu opamning opillari kiygan kiyim hozirgi esimda bor. Ashlarning kiyimida hech qanday masalan Uygur Müslümanlar kiydiğen kiyim aşağındı. Dehqonchilik aşın. Demek ki onu hiç kandak İslam'a düşmeydiğen bir yeri yok. Yani aşında kiyimni kiyip kelgenden keyin u yerda bir birisiga qash ko'zni o'yintirib hokazo qilmay normal holatda usulini o'ynab qilsa, bu bo'laverdi. Ajdodlarimiz mi usulniki bir birisini qo'lini tutib, shu tam rasmda bor shu. Qo'lini tutib o'ynaydigan ishning o'zini amaldan qoldirib, qo'lini tutmay turib o'ynaydigan qilib, usulni o'zini anda qo'yib qo'ygan bizgacha, shunda davomlashib kelgan. Hem biz onun o'zini tamamen yo'q qilib o'tib, Arabning usullarini, Arabning kiyimlarini ham baytda asl devatlar, dapchasi bo'lib degan. To'g'ri, men manga o gapning o'zini Arabning depoga degan dapcha endi duttatdan bir jalabtimi uni? Hamma millat o'zida banasini chaldigan gap. Yevropada gitar çalıyordu misal. Gitarını çeptirip yaxşı tazı, chiroyli, güzel şu ayındaq ma'nosi güzel ayındaq naqshini eshitsa, bo'laverdi. Hech qanday bir gitar deganda bir asbob faqatla. Chalg'u asbobi. Bu yerdagi masala nima degan vaqtda, naqshga kelgan vaqtda yaxshi tekstdagi naqshlarni aytishga, uni musiqa chalishga bo'ladi. Usul o'ynagan vaqtidami, haliqidek birisiga qash ko'zlarini o'yintirib, birisini qo'lini tutib o'ynaydigan nima undaq usullar bo'lmaydi. Bizga tansi diskoteka degan narsalar bo'lmaydi. Bu o'zi harom. Bu bizning an'anaviy usullarimizda ayol kishi unda hech belli ayol hech qaysi bel o'ynatmaydi normalda. To'g'ri. Bel o'ynatganda qanaqa biloq suqash bo'lmagandek, ichiqdek deb tillargan ko'nlarning anda patlari bor. Lekin ma chetga chiqsak Arap ve şu başka ecemninki usullarda asasen belle oynadığında bu usulü bula. Arap'ın usullarında erkanda uçsuga nemi kivasını onun oynagan usullardan şu şehvet yağı dikenem de. Asasen şu belni uçuk koyup oynadı mı bula? Mesela çünkü bakın takdirde mi hareket, beden hareketleri ademde başka bir dünya kapırdım de.
Doğru. Usullarımızda iş kısım bir şey yapmağa vaxtıda bizden hanım kızlarımızın usullerine bir adam bir haram ya bime değdiyse ner haram digin olarak derecede nazaket naite silik ondan bir ayol kişi er kişinin bir yerler gıdıklaydigan ve hareketlerini katli işletmeydi burun. Doğru. Keyinkilarda biraz o bu aralışıp medeniyet çağınışı şekilde görülüyordu da. Ben vatandaki vaxtımda Arap usulüne aşağılık bir işki artist ekirdi televizorga. Bu kadar mı emas o dep dikkat qilmabdi ama chetlarga chiqib resmi nima qilgan ekan ba'zi televizorlarda ko'rgan usulga qarab bu usul haram bo'lmasa nima haram bo'ladigan deb o'ylagan o'z vaqtlarida. Acaba şu Araplar bizga o'xshab usul o'ynagan bilmaylish uchun shunday chiqqan bo'limdi ya degandekmi o'ylab har xil bo'lan orqaga chiqqan olmaydi ammo sizlarda aytgandek xuddi naqshining ichidagi tekst qandaq mazmunni ifodalagan bo'lsa so'rovlarimizdagi faoliyatlar qandaq mazmunni ifodalagan bo'lsa usullarimizdagi harakat va nima deymiz maqsad qandaq narsani ifodalagan bo'lsa şu ifadeleyen nersi qarab turib bilmemiz lazım ki. Yani onun şekli gılam emas. Evet. Azır bütün gaplarning xulolasini men ajda yo'lib oldim hesapda. Agar xato tushunmagan bo'lsam. Shuning uchun halqi paloni bayram haram, pustoni bayram halol deydigan bundaq narsa yo'q. Masalan, Qurbon hayit, ro'za hayitning o'zidimi aroq ichib, tangsi diskoteka o'ynasa, o haram shu vaqtning o'zicha. Bu faqat Qurbon hayit, ro'za hayit bo'lib qolganligi uchun u halol bo'lib qolmaydi u yerda. Masala nima degan vaqtda qandaq yerda qaysi bayramni o'tkazish masalasi bu hech qanday narsa emas. Lekin u yerda bu bayramni qandaq shaklda o'tkazdi. Qandaq ish harakat, gap so'z harakatlar bo'ladi u yerda. E'tiborga ilinadigan narsa bu degan gap. Şoňa halky o Noruz degen İranlyknyky eken, hem bunun andaq näse ma'lum boldy diye beýse şundaq ne qıpdy, o toğry bir pikir emas. Orta Asiya bütün özü Türkiye milletler, İranlyklar hemmesi ötküzdigan bir bayram bu. Çünkü bir coğrafiyada yaşagan eken, o nemelki baharma birge okşaş yetip gelmezmi o? Qaysı millet icap qılgyny haqqydymı? Hazırgıçylyk undaq enik bir ma'lumat yok. Belkim hemmesi de bir icap qılgan bir neme boluş mümkün şu wagtynyň özünde. İcap qilish o ayrım bir mesele, lekin o näsini qandaq ötküziş meselesi, qandaq faoliyat qilish arqaly ötküziş meselesi bu muhim mesele. Onun için biz halky Yeni yıl ötkesi, yeni yılın tebriklisi olmaydı, tuğulgan gün tebriklisi olmaydı, büyük tuyuqsı olmaydı, onu qısı olmaydı, bunu qısı olmaydı. O bommaydı degen gapning jıqlığı. Sen bommaydı degenin ol haq qılıp atıdı onun özüne. Hem de sen onun nem deyişin kerek degen vaqtda Qur'an-ı Kerim şundaq vaqtda nem deydi. Degen vaqtda aşındaq faaliyet bolgan vaqtda Qur'an-ı Kerim çekilgen işlerini qilishqa bolmaydı. Ondaqda qaçan, näden, nima qilsan qil, ama bu ölçem bilen qil. Allah Taala o bir insanni gündüz yol mağsa, keçsi uxlaysa, mesela keçni uxlashga qarat, keçsi faqat yol mağsa bolmaydı dep ondaq çeklep qo'ygan yeri yo'q-ku. Keçini ma'lummi? Keçini aram ilişanlar için yarattı dil de Qur'onda. Ama keçi hizmet mi qilamiz bazen? Ba'zi vaqtda mesela biz men Norvegiýadagi vaqtda keçi aytdim misalda. Hem de iş aşına toğry gidip qalgan vaqtda işleydigan gap hemde. Şu vaqtda Hudaýyň özüni biz men armaldygan ýartyp qoýsam sen demiş işleyse de bizni jazalamaydy o ýerde. Hem keçidi men armanmay we işlegen bolsam o ýerde halal iş qilýatmanmy, haram iş qilýatmanmy? Eýtibar elindigan näse bu? O ben gündüz işleyim o keçileyim o keçe gündüz ya kılış bir işini kılış o mesele bu emas. Lekin o yerde men qandaq işini kılış, toğry iş kılmam mı ya hata iş kılmam mı? Mesele bu yerde deyen gap.
Şoňa bayt digenim neme diýen wagtda o heremge bagan bolsamy bir adam Käbiň içi kirip turup gıybet kılsa okşaş günah buluverdi. O çirkevin içi kirip oturup Kur'an-ı Kerim'in özünü yadılsa ya Kur'an-ı Kerim'in gepini kılsa o sevap buluverdi. Bu yerki näse neme diýen wagtda sizniki makan meselesi emas, zaman meselesi emas. Sizin o ýerde näme iş kılıç meselesi bu ýerde. Onda alsa çirkew kirip dewar dep bazen puşkakçyla gep tapady. Bu ýer çirkew kirişine nep katgan iş ýok. Sizniki ne kirişin itibar edilmeydi, o kirge ýerde näme iş kılsa sen. Hesap tatıldygan näse bu? Bu ýa sen ýaxşy iş kılamsa ýa ýama iş kılamsa. Hesapky bu tatıldy diýen gep. Bunda hazır kadar ma bu işke heyttin başka bayramımız olmaydı Müslümanlar diyen söz kat'i ret kılındı ekende. Hem de bu halkı dini bayram, milli bayram diyen näse bolçu. Dünýäde hem ýerde bar bu. Dini bayram noktasına etken wagtda şu Kurban ayt, roza ayt. Ne ötküzmez hemdi. Bir ay roza tutup kılgandan eken şu dini bayram katara kirip bütün musulmanlyk kıldy okşaş. Kurban aytymy açdak. Bu dini bayram. Onunki o başka o dini bayram boğallığı bilen sen onu ötketsen sevap bolduğan bir iş yok. Şu dini bayramga laýyk halatda ötketsen sevap bolur diýen. Ben bay digende şu kılgan iş itibar gelindi. Hem kagalar çoğu diye vakti bazıları milli bayram. Mesela Noruz'un milli bayram Katar'daki neyse. Yeni yıl halkaralık bir bayram misal. Tuğulgan gün şahsi bir bayram. Doğru mu ya ki? Aşını koşlaşıyor bir faaliyetle ba. Bunun hemmisi ne medese o anı kısan bombaydı, manı kısan bombaydı diyen gep bu yerde bu emez. Kıldıgan gep. Sen şu işini kığa vakıda onu kandak şekilde kılırsa. Vay diyen gepin özü şu. Meyli kandak bayramını ötkezsen ötkez. Lekin sen onu yaxşı bir iş ver ötkizip otamsa ya yaman işini kılıp ötkizip otamsa. Sen Allah'ın aldığı hesap verdiği iş bunun da hesap verdi. Sen palan Noruz'unu ötkizipse, nemiş ötkizse deyip o da Allah Teala bunun da hesap almaydı. Noruz ötkizge vakit sen nemiş kıldın? Hesap aldığın neyse bu? Yeni ötkez, sen nemiş kıldın? Yeni ötkizse deyip Allah Teala bunun da hesap almaydı. Yeni yıl ötkizgen bolsak, yeni yılda ötkizge vakit sen kası yama işini kıldın ya kası yaxşı işini kıldın. Hesabını bunun da berdiğin gibi inşallah. Şunun için bu yerdeki neyse mi diye vakıda o ötkizgen bayram ya ötkizgen uğrunun hiç kandak itibar edilmeydi. O yer zaten o bir cemaat yıkılgan vakıda bir yer yıkıldı zaten. Ya işehine yıkılık yıkılsın yıkılıverdi ya camiye yıkılsın yıkılıverdi. Ya başka bir meydan yıkılsın yıkıldı ya bir ayrım zal yıkılsın yıkıldı. Ama o yer yıkılgandan keyin nemiş kıldı? Mesele bu. Şu yer bağgandan keyin yıkılgandan keyin yaxşı işini kılsa demek ki Allah Teala onunki kılgan işini karta ecir verildi diyen gep. O sen her kandak meyişini içi kirip oturup bu yer yama işini kılsan okşası jaza buluverdi. Hiç kandak özü nemi yok. Şunun için bu halkı hazır jıgıp etken vakıda bayramla hazır nurgul bayramla şunda bay degендek Rozet bayramı, Kurban ayet bayramı deymiz. Halkaralık bayramı mesela Yeni yıl bayramı deymiz. Ekme ayarların 8. Mart bayramları deydi. Dadla bayramı deydi. Onu emniyet bağım bilmeyimiz. Balla bayramı deydi. Bu halkaralık bayramı bula. Milli bayram Katar'da mesela devlet bayramı deymiz. Aşına koy nemi ba onu dekin yeni mao bahar bayramı okşaş. Bundak bayramlarını ne özü ötküzüşkü kege vakıda bayqı digen şekilde çağan sazlarımız, etkan nakşillerimiz Kur'an-ı Kerim'deki çekilmesinin içinde buluş gerek. Yani Kur'an-ı Kerim diyen okşaş yaman näsiki çelişki yaman bir maksatdaki nakşilarını çıkıp olmaydı. Şunu okşaşla şu yaman maksatdaki nakşilarga çelişki hem olmaydı. Okşaşlı näse. Onun usul oynaşkı hem olmaydı denge. Çekildiğin terbi bu. O yer bağandaki yaxşılık kısa o buluverdi.
Aşı nemme açtaq? Mesela kino, teatr deymiz. Epizod deymiz. Şundaq mı? Nakşkeçiligi deydigan, ayındaq nurgulgan işler var o. Aşağının özüde, mesela bir epizod koyarsak, aş epizodun özüde halkı köpünç epizodlarda bizde yaxşı işqa tergib qilib, yama işini tanqidlaydigan onak epizodlar işlindi o. Oşu Abdülkerim ablamız öyle halkı Tümürxar Rozum'u İkisindeki epizodlarını ben görettim. Aşılarınki, aşı şundaq yaxşıca milletniki qeyip ketiyotgan yerlerinin özüne tanqidlaydı. Yaxşı tərəfinin özünə, mesela ana tilga oxşaş mındaq işlarının özüge tərgib qılıdı epizodun özüçü. Mındaq yaxşı tərəfləri var. Bundaq epizodlarının özdümü, mesela bağandakin aşındaq yaxşı məzmundaki epizodlarını görüş, bu işxana günah olmaydı. Teatrının özdümü, mesela nurgulgan şundaq yaxşı, aşı nəsiyyət karakterlik aşındaq teatrlı var. Aşı, Peygamberliğindeki nemillerini işligen qoxşaş, yoki sahabılniki, yoki iş qilib, muş hazır o nemildimi işlevatdı o Türkiye'niki Alp Arslan degen qoxşaş, ayni o nurgulgan o Kurtlar Vadisi qoxşaş, yoki şehvani emas-çu. Şundaq dərslik tigişlik ayındaq yaxşı filmler var, misalda diziler var. Bundaq dizilerinin özdümü insanlar nurgun nəslərini ögünə alaydı-çu, nurgun yaxşılarını ögünə alaydı, misal. Bundaq nəslərin özünü görüş bir günah olmaydı. Amma halkı birsiniki bıçağın tıqıplikin jürgünü ele aldığan, yoki omaylı fahişe, zinanı tərqinib qıldığan, aşının qoxşaş o adam köse, öz yalğız kösüm xijilib qaldığan mandaq dərəcədəki kino teatrını görüş bu günah oldu deyin gep. Şunun üçün halkı bir nəsini bizde bir gep var. Halkı gepning erkekçisi qarab gap qil deydigan bir gap var-ku. Gapning erkekçisini bilib gap qilish kerak. Onaqı o bir narsaniki manda etik qarabniki ma'nosini qilsak bo'lmaydi, harom. Unda deyishga hech kimning haqqi yo'q. Bu yerda harom ishni qilamsa yoki halol ishni qilamsa, masala bu yerda. Sen harom ishni qilsang, demakki u ish harom. Harom bo'ldi degan gunoh bo'ldi vaqtning o'zida. Bu yerda sen to'g'ri ishni qilsang, u halol degan gap bu vaqtda. Bizdeki enenlerimizde adet kaynayıp ketken niyetim yaxşı, niyetim duros dep koyduğun bir yağlımı gap var ya. Yama işin niyetim yaxşı dep durup koyduğun. Bunun qanday oldu? Yama işin qığının özüler niyetinin yaxşı emasligini bildirir demdi. Onu ayırım yana biri. Neme ketmeydi. Aşı qazan neyim boz çümüş kişi çıkıdı o. Aşı neyim bolsa ameliyatı şu narsa çıkıdı o adamınki. Eğer o adam yaxşı adam bolsa o yama işini qılmaydı. En özde bomba degan vaqtda yama işini qılmaydı. Bolsa yaxşı işini qılıdı. Yaxşı adam bolsa. O yama işini qılıb turib ona degan men yaxşı adam deganning o'zi tezakning to'pisiga oltin bilan hal bergandek bir gap. Tabiatın mal qurbayetler rozet hakkında dini bayram degan düşüncesine ayrım izalılar. Yani bu ayrım bulunduğu şekilde. Acaba Novruz'una dini bayram deb düşündürüşler oldu. Bundan başka mesela bazen To'g'ilgan kun o'tkazish mesela İsa alayhissalomdan keyin paydo qilgan Yahud Nasaralarning diniy tushunchasidagi bayram, tushunchasidagi izohatlar var. Bunu bayardan milli bayram bo'ladi, mavi shaxsiy bayram degan şekilde başka isimlardan farqlantiryapti-da. Undaqda bir bayramning diniy yoki emasligini nima bilan farqlantiramiz? Bir diniy faoliyatni qilib, uningdan keyin qilgan bo'lsa, bu shu dinga mansub, shu faoliyatga mansub bayram bo'ldi. Misal 30 ro'za tutumizda bir oy. Ro'za tutgandan keyin ro'zaning oxirisida ham uning o'zini tinch aman, xotirjam o'tkazib oldik Ramazonning o'zini deb, u yer bayram qilganimiz shu Ramazonni tabriklagan shakldagi bir bayram bo'lgan bo'ldi. Ramazon diniy faoliyat. Unda bo'lgandan keyin bu diniy bayram bo'ldi degan gap. Hajmi diniy faoliyat, hajni tabriklash qilgan ishning o'zi diniy bayram qatoriga kirdi degan. Bu No'ruz hech qanday diniy sohaga yetmaydi.
Bu hem de Otur Asya milletlerindeki ortak bir bayramı ki biz mi özümüzün milli bayramı deyip düşünsek buluverdi. Mesela milletimiz aşını neme bahar bayramı dep ataydı. Anda olgandikin buniki elki o dinel alakası yok. Bir dini faaliyetini kılıp akıdın kılan bir iş emas buçu. Bir yeni yıl yani bahar kivatıdı. Şu baharını kütüveliş için bir ben dehqonchilikni boshlayman deb hem bu aslında No'ruzda deganda bir bizni vatanda bir tamoqli bo'ldi-ku. Bug'doyni kichkina No'ruz ishi. Bir kichkina undirma qilib, uni tamoq qildi, Ashuna har xil nurg'unlagan bir har xil narsalarni sep, ashnaqa jiq narsalarni sep, jiq turdagi narsalarni sep, andakin bir tamoq qildi ekan, uni No'ruzda ishlaydi ekan, Ashnaqa ash qilib, uni o'tkazilgan bir faoliyat endi u. Demakki, bu yangi yil yoki bo'lmaydi nima? Baharni kutib olish uchun qilgan bir ish endi. Va ertaga shu bahar bayrami bo'lgandan keyin, uniki dinga hech qanday aloqasi yo'q. Shu har xil uyli banasining hammani qozonga tashlab dash qaynoq qildik degan shaklda yangi yilga kirgan ekan, ko'na narsalarning hammasini bir yig'ishtirib o'tib yana bir bet ochdik degan o'xshaydigan bir ishga deb bunda bekishdi. Çünkü nurg'un narsalar asli ashunday oddiy hukm bilan boshlandi ekancha. O keyin undan ona sana ichiga boshqa bir hissi va yoki badiiy bir narsa qo'shilib kelib, undan murakkab chiqarib ma'lum ekan. Hamda agar bundan burun paydo bo'lishda diniy shaklda paydo bo'lgan bo'lib, bir marosim yoki bir bayram. Bu o'zi millatning an'anasiga singishib ketgandan keyin ishchini başka bir narsalar bilan to'ldirish orqali uning mohiyati o'zgarib ketdi deydi. Bu chog'da uning aslidagi dastlab paydo bo'lgan chog'dagi salohiyati bilan hukm qilinadi yoki keyingi o'zgarib ketgan salohiyatlar hukm qilinadi. Albatta keyingi o'zgarib ketgan salohiyat bilan hukm qilinadi. Unda xuddi g'ayr dindikidan bir odam kirib musulmonga dinga kirgandek ishlarda. Albatta. Bu halqa Qur'on insonlarning qilgan ishi qarta undaq baho beradi-ku. Bu silniki bir yak bağlanlıqları, bir yak yig'ilganliklaridan surish qilmaydi. Qur'oni Karimda paloni yak bağa vaqtida, yig'ilgan vaqtida mandaq qilinglar. O'zing yolg'iz bo'lgancha mandaq qilinglar degan to'g'riliq hech qanday oyat yo'q Qur'onda-ku. Sen yaxshi ish qilgan bo'lsang, ma'vu, yomon ish qilgan bo'lsang, ma'vu deb lekin ishga ayirib o'tgan. Şu nega vasak baraylı, yalğız baramdık, yoki jamoat bilan baramdık. Kim bilan basak baraylı? U yerda biz yaxshi ish qildikmi, yomon ish qildikmi? Hisob tortiladigan narsa faqat bu. Yani. Hamda o halqa heytniki Qurboniyat, Ro'zayt bayramlarining o'zidimi halqa ismi hamma millat shu Ro'zayt Qurboniyat bayrami degan ma'noda ishlatadi. Lekin hamma millat o'ziniki halqa urf odatiga qarta nima qildi buni o'zini halqa ijro qiladi-ku. Misol biz vatandagi chog'da O'rta Osiyoda 7-8 yil turdim. Ash vaqtning o'zida Qurboniyat, Ro'zayt bo'lsa o'y menib yetlishimiz. Nima dema Turkiyada mashtaq 1,5 yil turish jarayonida ashtaq qildik misol. Bu Uyg'urlarniki Qurboniyat, Ro'zaytni o'tkazish jarayoni bundaq endi. Boshqa turklar bo'lsa, biz zalni epliki ashayada bir kunlar hammani tugitib lekin shuni bilan bo'ldi qildiki. Bu malqi bir o'ngaylarken tuganda qilgan bilan bolalarga o'zimizning urf-odatini o'rgatish jarayonida bu to'g'ri, bek to'g'ri narsa emas bu-ku. Asli o'y mang'inimiz u bek yaxshi oldu. Yillab ketib ba'zan o'yliga bir qatim kirib boqmagangacha. Kirib shu yerda fatiha qilib, amin Allohu akbar deb, kulikuchi gapini qilib, u yerda o'zi heyitini tabriklab, bo'lsa bolalarga 6-5 tanga tutqizib, qilish degan bu nihoyatda go'zal bir ish bu endi. Heyitni tabriklab, undaq qilish go'zal bir narsa. Hamma millat bundaq qilmaydi. Har millatniki o'ziniki urf-odatdagi bundaq bayramning o'zini bo'ysundigan shaklda qiladi.
Endi ma'u nima tug'ilgan kunning o'zida mening masal kallamga taqishib oladi. O'sha tortni kesib, tort qilqi shamni yiqib qilish bu asli bizga to'g'ri kelmaydi. Bundaq narsa-chi. Buni qilmaslik kerak aslida. Endi bu biznikiga bu g'arbliklarga nimalari, lekin o sham yiqib, shamni püylab, bu bizga toza muvofiq ish emas. Biz o'zimiz qoidasi bo'yicha mayli nimaning o'zi tortni qisqitsin. Lekin uni ashar shamni yoqmay turib kesib yesimi bo'laverdi. Biz tortning o'rniga o'zimiz nimani ekib qo'yib yesim bo'laverdi. Tort atayini uni qilishni oyiqim yo'q. O'zimizning shunday go'zal tomoqlarimiz bor bizniki. Andaki ma o to'yning o'zidimi hozir asosan Uyg'urlarga umumlashib ketdi-da, mana shu oq ko'ylak kiydigan nima to'ygan qizlar. Bu deb qo'ydik buni. To'y ko'ylak kiydigan bundaq ishlarning o'zi bu halqi bu bek hozir asosan umumlashib ketdi. Buningga halqi diqqat qilish kerakmi? Cho'nglar mana shu halqi millatning olib turayotgan insonlar diqqat qilish kerak-ku, yo'l boshlab bermay bundaq ishlarga. Özümüzün çıraylık atlas köyneklerinin özünü tüketip ekilip, kızlarımızı kaydirip, bundaq özü boğsalqı çıraylık şundaq payzi doppulları oldu kızlarınki. Doppulunu kaydirip durup, özü toyunu koysak, buluverdi iş qandaq. Neye farkı var onaki? Tek güzel oldu bu. Hem bu yakıpleken undaq özgürvelişiniki iş qandaq ağaçtı yok. Şuna halkı toyqa vaxtıda oğullarımız asasen nurgu yeri doppu kaydı. Lekin ma qizlarning o'zi oq ko'ylak kiyib, o ko'ylakning o'zi qancha metr ko'ylakdan 20-30 metr oqib so'rilib mangamdek shunda bir bijmonni kiyib oldiki, bu malqa odamniki kallasini o'tmaydigan bir narsa. Shunga o'zimizniki milliy kimligimizni unutib qolmaslik, milliy ruhimizning o'zini o'ltirib o'tmaslik uchun bundaq ishlarga diqqat qilishimiz lozim. Shunga ma o tug'ilgan kunlardimi tortni kelib kesib, uning qo'liga shamni yoqib qani o'rniga o'zimizning chiroyli nima tamoqlarimizni qilib, Uyg'ur tamoqlarining o'zini polo va kaza narsani qilib turib toza. Tug'ilgan kuniga muborak bo'lsin, oq ko'kcha 4 og'iz gap qilib bolalarimizga yoki qilsak, u bo'laverdi. Illaki shu o'zi tortni kesmasa, u yerda tug'ilgan kuni o'tmaydigan bir ish yo'q. Ashunga o'xshash nurg'un ishlarimiz bor. Misol, shu to'y to'kun, mushundaq tug'ilgan kun deymiz, andakin ma'u hozir ma xutuqaqlığa umuluşup ketdi ma o 8 martda ayollarniki bir bayram bor ekan-ku. Ayollar bayrami. Undaq bayramning o'zi bu xutuqaq undaq narsa unutib qolmaydi ekan. Shundaq o'zi narsalar bor. Bundaq yerda ana bo'lgan odam bir ana bo'lgandan keyin bolalar uning darsep mangda qizlarcha bo'libmi? Darsep mangandan keyin ularga yaxshi ulgu bo'lish kerak. Bu vaqtda ballaniki milliy ruhini o'ltirib atadigan bundaq ishlarga diqqat qilish lozim ota-ona bo'lgan odamlar. Bu hamma ishni o'sha boshqa odamlarga o'xshash qilavergandan keyin madaniyatda o'rtoqlashib ketadi degan gap. O'rtoqlashib ketgandan keyin u balla keyin boshqa millatni tep ekeladi uyga. O'g'il bo'lsa, qiz bo'lsa boshqasini aqsida manga shuni o'ylaykan, u vaqtda barmoqlarini tishlab uzib olsa, hech qanday asir kelmaydi. Bunun için aldın ala ballığa milli ruhni sındırış lazım. Özünün Uygurluğunu biliş lazım. Uygur'un örf adetini, tilini biliş gerek. Medeniyetini biliş gerek. Uygur için kuyunduğun, Uygur için köreş kıldığın bir ruh tikiliniş gerek onun kalbine. Bu nemeden tikilindi dese, ata-ana oğa adam aşındak buluş gerek. Ata-ana oğa adam tötten günü kaçıp namayış kapamay ballarının özüne misal. Qığandaki şunu o balla kim için köreş kıldı vaqtida? Ahırsı qırpandan keyin boshqa millatniki bolalar bilan ketdi, shuni olaykan. Biz deydi, musulmonga to'y qildi-ku deydi. U musulmonga to'y qildi, elbisi to'y qildi, hech qanday farqi yo'q. Bir Uyg'urning qizi bir turk tiyib ketdimi? Yo'q bo'ldi degan gap u. Eng yaqini turk misol. Boshqa musulmon arab va kazaga to'y qilsa, albatta yo'q bo'ldi. Uning uchun bizning ota-bobamizniki bir gap bor-ku. Başqa millatdan qiz elishga bo'ladi, qiz berishga bo'lmaydi degan bir qoida bor bizda. Qiz ol degan boshqa millat tegdimi? Yo'qolib ketgan narsa bu. Onun uchun o qizlarga milliy ruhni singdirib cho'ng qilish kerak, u o'zining Uyg'urligini bilish kerak. Uyg'ur uchun kuyinishini,
özünü kiyim-kechaklarını qadrlashni, özünün örf-odatlarini qadrlashni bilish kerak. Uni bilish uchun ota-ona bo'lgan odam unga to'g'ri ulgu bo'la olish kerak. Ota-ona bo'lgan odam jar yursa oldida shunda qalaymiqa ishilda, unidagi bola qanday cho'ng olmoqchi edi. Şuna bu ata-ona bo'lgan odam naytibek muhim birinchi muallim ota-ona bo'ladi. Nurg'un odamlar bor. Adam uyga kirsa, atiganlik uyga kirib qolib qolsa yoki odam uyilib qoldi. Misol, ba'zi odamni uyga borsa, akşam chapatli shanko bilan uyda yurgan. Seniki masalan baljaqang va oldingda bu to'g'ri ish emas-da. Atigan turib, kiyim-kechak durust kiyib qilsa, bolam menda qarab, ma kiyim atigan menda kiyinib turgan ishganda, bu da bola anadan o'rgangan gap. Asmay köle qo'ltaqniki mushtak jonlarni chiqarib qo'yib, bola qanday cho'g'moqchi edi. Shu har vaqt shu bolani atigan turib, ko'zni atigaroq yurib qo'yadi. Bolani o'tib qo'yib tar o'zi tuvalda ovoz chiqarib o'ltirmay, qoidani o'zi birinchi anda nim qilsa, ki bola ashnalar qoida o'rganadigan gap. Şuna bu örf-odat meselesi, bu ata-ona buluş balını tug'ib qo'yishlar emas, o balını qanday cho'ng qilish meselesi ata-ona bo'lish meselesi deganda. Şu o'zining madaniyatini, tarixini, masalan, shu o'zining madaniyatlarini, masalan, muzik madaniyati olsun, tamoq madaniyati olsun, kiyim-kechak madaniyati olsun, o'zining örf-odatlarini o'rgatish kerak. U örf-odatimiz bizniki o kadar güzel yani. Bizniki örf-odatlarimiz, o madaniyatimiz o kadar güzel ki, o bizniki onun içi kirib qalsa, başqa millat kirib qalsa, o chiqib kelmaydigan darajada manda güzel bir madaniyatimiz var bizniki. Bunu biz balalarımız o'rgatgan vaqtida, o balalar andakin o'zining örf-odatini, madaniyatini faxrlanadigan bo'ladi. O vaqtda o'zining kallasidagi madaniyatni o'rlashtirgan bir nuqtalarga o'zining madaniyatini o'rlashtirdi. Boshqalar manda nima qismi bizning bog'i deydigan gap edi. Özünü dəpəmini özünü öyrətmədən, ondan keyin qanday qıldı balalar, başqa millatlarga öyrəndi. Şunu ola ekan, o mədəniyyəti birləşib ketgəndiklə şu başqa millat ketiga şaşatını çıxırgan gap. Türkiye'ye baksaq, nurgun şu balalar var ki, yaqında vətəni çıxan adamlar qılacaq, etəcək də türk sözlər yürütkä şeydə. Bu degan bo'lmaydigan ishlar bu haqiqat türk biz öyle yaqin desakmi, o türk Uyg'ur degan gap bor bu yerda. Şunun için biz Uygur degandan Uygur ayrım bir narsa o yerda. O Türk degan bir umumiy bir millatniki bir nemisi bo'lgan bilan bu ayrım bir narsa bu. Örf-odatimiz o'xshamaydi, tilimiz o'xshamaydi masalan. Biz o'xshamaydi asosan. O'xshaydigan yerlar bor, o'xshamaydigan yerlar bor. O'xshamaydigan yerlari bizning Uyg'urligimizni tutib turgan yerlar bu. Shuning uchun bu hozir mana bu bayram murosim to'g'risida qilib shunday murosim bayram ladimi ota-ona bo'lgan odam nihoyatda sagak bo'lish kerak. Baljoqqa shu jamoatga ta'sir ko'rsata oladigan o'zimizniki madaniyati, urf-odatimizga nihoyat ching turgan holatda shu yerda o'zimizniki narsalarni kiyib, chiroyli qiladi. Hamma yerlarni echib qo'yib, atrofimizda xudnaqdek bolalarimiz bor, to'sima uyalma yaşayan jügünümüzün özü bu adamgarchilik yatmaydigan narsa bu. Buning uchun bunday yerga ota-ona bo'lgan odam qattiq diqqat qilish lozim. Xo'sh. Tushunishib bo'ldi. Mezmun itibarı bilen hazır asasen tema yorituldu. Qo'shimcha savollarni so'radik. Yoldaşlarımızdan sual kelmedi. Ramazan ertüğün başına kildi. Bu da hakikaten Ramazan'ın içi kirip olgan bo'lamiz. Eğer muvaffaq bo'lsa, Ramazan'da başlap ketalan bo'lganligini düşün. Aldan qatta biz to'xtaldik da. Ramazan'daki biz an'anaviy şekilde kelgan, hozir qadar kelgan ibodat şekil usul
usul programmalar öz beti devam kılamdı yoki qat'iy isloh qilinish tegishli nuqtalar bormi? O'sha haqda kichikroq to'xtalish lozimmi qandaq? Agar muvofiq bo'lsa, bo'lmasa amalga qilib boshlaymiz. Endi Ramazonni o'tganda asosan tugatdik desak bo'ladi, lekin bu yerdagi Qur'oni Karimda barini dedik o'tgandachi. Bu yer nima degan vaqtda hozir normal ketyapmiz, 5 namozni o'qib ketyapmiz. Faqat shu 5 namozniki ustiga bir Ramazon qo'shildi. Ramazondan iborat bir ibodat qo'shildi, xolos. Boshqa hech qanday bir narsa yo'q. U yerda uni o'zi texmbak avjiga chiqarib, u oqshomisi 20 rakat taravih o'qiymiz va kaza degani u yo'q. Payg'ambar alayhisalom qilmagan. U sahobildimi, shu Abu Bakr, Umar hech qasini qilganlik to'g'ri hech qanday bir narsa yo'q. Umar to'g'riliq bir rivoyat va nima degan yaxshi bid'at degan to'g'riliq. O'zi qilmagan, boshqa odam qilsa u yerda yaxshi bid'at deb bog'lab qo'yib ketibdi shu yerga. Bu bir yo'qlan bir gap mana shu vaqtida. Gerçi namoz o'qish bir yaxshi ish bo'lgan taqdirdami, u har narsani misolda Alloh ajr berishdan zerikib qolmaydi, qilgan odam qilishdan zerikib qoldi. Buning uchun Alloh taolo buyurganni qilish bo'libmi ibodatda. Ibodatda Alloh taolo hech qanday bir yer ortiq ibodat qilish to'g'riliq bir farmon tushirmadi bizga. Qur'ondagi nafilatan degan oyatning o'zini sen nafil namoz o'qi degan bo'ldi deb tarjima qilib qo'yqliq. U nafil namoz emas u. Kechida bomdat vaqtida turmay, uni sal baldirroq turib, Qur'onni yaxshi o'qib, payg'ambar bir jamoatga, bir millatga ayda yo'lboshchi bo'lib ketyapti emasmi? Shu oyatning oxirisida qavlan saqila degan oyat bor. Ya'ni bu ig'ir so'z, ya'ni ig'ir so'z degani biroz tushunish qiyin bo'lgan so'zlar bor buning orasida. Uning uchun sal atigan turib, bu yerda ani o'qib yaxshi, uni tushunib millatga yetkazishing kerak. Uning uchun sal atigan tur degan gap qo'yadi narsa. Qur'on tushunish uchun atigan turishga buyurgan narsaning o'zini opirib, atigan turib sen tahajjud namozi o'qi dedi deb tahajjud namoziga opirib oladi uni o'zini. Bu to'g'ri narsa emas u. Bu yergi narsa nima desa, Qur'onda farz qilingan narsa, shu namoz hozir biz o'qiyotgan, Allah kelmez, kelgan vaqt nurg'ulgan talash tortishlar bo'ladi menimcha. Ammo ortig'ining o'zi ro'zani tutib, atigan ish qilamiz. Bu vaqtning o'zida kechida yana 20 rakat namoz o'qiymiz va kaza o'zimizni qiynash hech qanday hojat yo'q. Shirk aytgan vaqtida. Alloh taolaning ibodat hech qanday hojati yo'q. Biz ibodat deganning o'zini o'zini kamtar tutgan holatda bo'ysunish degan ma'noni ifodalaydi bu abd degan kelima. Qul degan ma'no emas bu. Bu yerga nima uchun degan vaqtda bu nait Alloh taologa kamtar o'zimizni cho'ng tutmoqlar, shayton cho'ng tutib o'zini iblis. Kafir bo'lib ketgan, shunga o'xshash sizlar kafir bo'lib ketisizlar, cho'ng tutsanglar degan ma'no berdiki. Alloh taologa itoat qilish degan nima degan vaqtda Alloh taolo qanchalik qildi shuni qilish kerak. Nimani qildi shuni qilish kerak. Qachon qil degan bo'lsa shunda shu bo'yicha qilish kerak. Ammo undan orttirib Alloh taolo 2 rakat o'qidis, 10 rakat o'qiymiz, 20 rakat o'qiymiz deyishga hech qanday hojat yo'q. Shu vaqtning o'zida biz bo'ysunmagan bo'lamiz. Agar o'zi jiq ashuna o'zini unda qilishning o'zi u Allohniki Qur'oni Karim tushirgan buyruqqa bo'ysunmagan bo'ldi. Buning uchun o'tganda deganimiz mencha kuchga bo'lib deb o'ylayman. Taravih yo'q. Sadiq fitrning o'zi bu faqatla ro'za tutmagan odam har kunlik tutmagan ro'za qarta tutishga imkoni bor turib tutmagan odam har kunlik tutmagan ro'za qarta bir miskinniki bir vaqt tomog'ini berdi. Ya shu tomoqqa kerak pul bo'ldi. Bu ya'ni ro'za bu qadar ya'ni. Endi yer bir deb qo'ydigan narsa ro'za to'g'ri Ramazon oyi to'g'riliq. Ramazon oyi Qur'oni Karim tushgan bir oy. Mush oyning o'zida Qur'oni Karim mush oy tushibdiki, men mush Qur'onning o'zini yaxshi bir o'qishni o'rganay deb o'qisanglar, bu bo'ladi endi. Shu oyda o'zi ro'zdan Ramazon vaqtida dam olamiz, damagan vaqtda Qur'on o'qishni o'rgansanglar, bu ayrim bir savob bo'ladi. Endi bu bizning asosan ig'irlikni jiq bergan ibodatlarimiz
meşgulatlarımız Allah bilen bizden aramızdakiler işkinçi. Şu Evet. bilan bunun çünkü pul ketmeydiken, çıkım ketmeydiken, şu an boşuna gerek egelik veripti şu. Ama bunun üçüncü bir şey edemge çok payısı olmaydı var. Yani başka bir edemge menfaati çok yok. Şu özü mü yok? Lekin bizden asli bekerek egelik verilen nersimiz yani birisinin ki ağaçlara vakıl işkende özümüzden başka. Etrafımızdan. Ondan o çağda Ramazan'da bekerek bir kayıp gite diyen karındaşlarımız eğer kaygısı olsa bazen boş vakitleri ya ki ilhamlar tutkan çağda çevresi qarab etraftaki muhtaç sahiplerine, muhtaç kalan karındaşlarının kıyınçılıklarını asan kılgan işlerine bekerek ehemmiyet verse texmi çoğunrak faydalıganlıklarına cezim kılıb boğudek. Şuna da bir şey sek olur mu? Boldu, lekin elki bu Ramazan'da kısam şunday bolup degen mundaq etiqadqa kelmaslik lazımçı. İhtiyaç sahibi faqatla özü Ramazan'da undaq hacetmen adam payda bolup qalıp başqa vaqtda yo'qib qalgan aşı yo'qçı. Davamlıq ihtiyaç egiler bolgan adamga davamlıq öz yardım qıla algan. Qanday vaqt aldık kip qal şunu yardım qıla algan boluş kerek. Amma Ramazan'ı kütüp oltmaslık kerek. Eğer Ramazan'ı kütüp oltursa o adam bu ihtiyaç sahipleri bolgan başqa vaqtdan ba, o vaqtı bermey Ramazan'da berim dese o adam o vaqtda bu savap bolmay gunaha nimip qaldı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Sure Cüme'nin özde Estağfirullah Feyza quziyat salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fazlillah degan oyat var. Namaz ada qilinib bo'lgandan keyin darhol o'zi ish yeringlarga berib Alloh bergan fazilatni izdanglar deydi. Alloh bergan fazilat deganni birisi tijorat qildi, birisi oshpazlik qildi, birisi navoiylik qildi, birisi qassoblik qildi. Shunaqmi? Biz do'kon ochdi. Shu berib, shu Alloh taolo bergan rizqini tepishni kuyuq kiringlar degan gap endi. Ana vaqtida. Vezkurulloha kesiren deganning o'zi ashadi bor yana Allah'ın to'la aslanglar deganning o'zi har odam o'zi shu qilayotgan ish ustida qanday qilsa to'g'ri bo'lganlik haqida Alloh taolo buyurgan buyruqni esdan chiqarmaslik kerak degan ma'noni bildirdi oyat. Demak bu yerdagi masala nima degan vaqtida Alloh taolo farz qilgan namozni o'qib qolganiga biz haloldan bir ish qilsak, uni bir narsa qozonsak, uning o'zini boshqa o'zimizga eşip qalğanın özünü başqalarına bərsək, bunun savabı texim yaxşı oldu. Kecha heç uxlamay namaz oqub, ertesi bomdanını qaza qılıb, ertesi iş qılamay qilish bu o'zi hech qachon savab olmaydi bu. Kecha tundan kecha namaz o'qiymiz, ertesi ishlamay, undan keyin sadiq fitriga qarab o'tirish bu gunoh. Onun uchun biz Xudo buyurgan farz qilgan namozni o'qib, lekin farz qilgan ro'zani tutib, undan keyin o'zi ishlab, haloldan pul tepip, o halal tapkan pulumuzu özümüz mü yiyip, eşip kalsa beralıkdaki olsak, başka özü muhtaç insanlara versek, savap meni bu. Yani. Tamam. Bundaq mezmun itibarından bir şeyde toxtatsak yaxşı bo'ladi. Bo'ldi. Kelar hafta mana bu mazhab to'g'riliq bir to'xtalayli. Mana bu so'zlaydiganlarni mazhab to'g'riliq so'zlasin qani. Biz kelar hafta shu mazhab to'g'riliq to'xtalayli, buni mashinalarda e'lon qilib qo'yaylik hozircha. Buniki poeziyani haqida Qur'on nima deydi mazhab to'g'riliq, buni o'zi o'tirib qo'yaylik. Allah amanet bolsa, kelar hep görüşler. Oldu, Allah amanet. Bütün kıyırdaşlara salam. Allah amanet. Allah amanet. Muhterem kıyırdaşlar, bugünkü programma murasimlar ve bayramlar hakkındaki mezmunlara to'xtalgan bo'ldik. Bir qancha muhim nuqtalar o'tirib qo'yildi. Shu inchki yerlarni yaxshi qayta qilib anglamay, orliqlardan ba'zi chala yerlarni ko'tarib chiqiblar. İşlep
tassanlar qarindoshlar yaxshi natija chiqmaydi. O'zingizmi boshqa anlarga qarindoshlarga menfaatlar qilaman deb zayon qiladigan ahvolga kelib chiqadi. Shunga muhim deb qaragan yerdagi nuqtalarga ahamiyat berib qo'ygan bo'lsanglar. Oldimizga to'xtalmoqchi bo'lgan temani bayatında deb o'tib ketdi. Yani mezhepler to'g'risida to'xtalmoqchi bo'ldi. Bugungi ittifoqlik birligimizning bozilishi uchun Qur'on chaqirib o'tamizlar degan qarindoshlar nima uchun mezhepga bo'linib ketdinglar degan savolga tayyorlik qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi deb tushundim ketdim qaraganda. Qur'ondan nazar programmasi davom qilyapti qarindoshlar. İnkas qismida va biz kelayotgan talab, taklif, tavsiyalarning orasida plus minus har ikkisi mavjud. Pluslarning ovozi biroz bo'shroq, talablarniki biroz yipiq kelyapti. Minus şekildeki inkaslarning adabi chigirdan chiqib ketgan, achchig'i, g'azabi tahi kontrolga kirib olmagan bir şekilde ifodalanyapti. Buni ta'qib qilayotgan qarindoshlar ko'ryapsizlar. Biz ham Allah'a salam olsun deb kelyapmiz. Xeyr. Qani yo'llar bir davom qiladigan yergacha Allah xohlagan yergacha ma'li. İnşallah davoimiz rast bo'lsa, hammadan haq ustida cho'qim yana quchoqlashamiz. Aman bo'linglar, Cenab-ı Allah topshirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.